Hammaga salom, bu Tungi Zona kanali. Bugun biz green screen va baryer olishni o'rganamiz. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos obuna bo'ling. 20-martgacha 50 ta bo'laylik. Qani unda videoni boshladik. Birinchi bo'lib, mana shu kitobda keltirilgan 4 ta cheatni ketma-ket yozib olamiz. Albatta, uzr bittasi -65 bo'lib qolibdi. O'shani ko'rsatdim mana belgilab. O'shani -65 emas, balki 65 ning o'zi, ya'ni +65 qilamiz. Va mana shu maydon paydo bo'ladi, yam-yashil, va maydonning o'rtarog'iga, ya'ni markazrog'iga kelib xarita ochamiz. Xarita ham yam-yashil bo'ladi. Endi biz asos binoni qurishimiz kerak. Ya'ni bino emas, mana shunday baland ustun qurib olamiz. U juda past ham, juda baland bo'lishi kerak, lekin juda past bo'lmasligi kerak. Keyin unga yana bitta ustun qo'shib, uni devorga aylantiramiz. Men mana shunday devor qilib oldim. Chiroyli bezakda orqasida obsidian portal bilan bezak berdim. Endi esa bunga ramkachalarni yopishtirib chiqishimiz kerak. Mana shunday ramkalarni yopishtirib chiqamiz devorga. Keyin esa xaritalarni yopishtirib chiqamiz. Bo'ldi, tayyor. Endi esa baryer olamiz. Mana bu baryer olishning cheat kodi. Mana shu cheatni chatga yozsangiz, bu baryer beradi bizga. Mana hozir men o'zim yozib ham ko'rsatib beraman, ya'ni baryer olish uchun. Mana xuddi o'sha kitobda yozilganda yozib baryer olsak bo'ladi. Uning uchun chiziqcha bilan boshlab give kichikcha s baryer deb yozamiz. Va bizga baryer beradi. Ma'lumot uchun baryer ko'rinmas, buzib bo'lmaydigan blok. Uni survivalda buzib bo'lmaydi. Faqatgina baryerni qo'lingizga olib tursangiz, baryerni qayerga qo'yganingiz ko'rinadi va biz mana shu o'rtaga 3 ta baryer bo'lagidan boshlaymiz. Va aynan bittasinigina tepaga olib chiqib, yon tomonlarini qafascha shaklida o'zimiz chiqib ketmasligimiz uchun moslab olamiz. Ya'ni biz baryerni ko'rmay turamiz, shuning uchun ham chiqib ketmasligimiz uchun xuddi qafascha shaklda qilishimiz kerak. Mana qafascha shaklda qilib ham oldik. O'rtasi ortiqcha bo'lib qoldi. Mana menimcha Ender portal xalaqit beryapti, ya'ni hamma tomonga bir xilda yorug'lik tushishini ta'minlamayapti, shuning uchun uni buzib tashlashga majburmiz. Ma'lumot uchun green screen bu o'zingizni screenshot qilib, orqa fonga liboy narsani qo'ysangiz bo'ladi. Men mana shunday screenshot qilaman va mana meni orqa fonga qo'ygan narsam. Albatta, video yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'ying. Biz 20-martgacha 50 ta bo'lishimiz kerak. Obuna bo'lgan bo'lsangiz rahmat.